Bey, Bugun ishga bormasang bo'ladimi? bugun ish ko'p edi-da. Tinchlikmi? Nima ish qilish kerak edi? Bugun kunni birga o'tkazaylik. Ishingdan ruxsat ola olasanmi? Ha, Unda qola qol. xo'p edi. Yaxshi. Xo'p. Sochlarimda oqlar ko'rindi, qadringizni bilyapman ota. Endi bildim, endi bilindi, sizga o'xshab boryapman ota. Ota, 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 sizga o'xshab boryapman ota. Ota, 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 sizga o'xshab boryapman ota. Ana bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Ketdingmi adi? Bolam, mendan rozimisan? Ne unaqa deyapsiz-da? Shunchaki o'zim so'radim-da. Onang menga shu savolni juda ko'p berardi. Onangni sog'indim. Men ham sog'indim. Bo'pti. Ichishga biron narsa olib kel. Bor, ichishga biron narsa olib kel. Tur. Mana olib keldim adi. Suv olib keldim adi. Adi? Adi? Adi, suv olib keldim. Ada, meni qo'rqitmang. Ada, hali ishlarimiz ko'p edi-yu. Hali qancha ishim bor edi meni. Siz men nima qilaman? Men nima qilaman siz? Olib keldingmi? Ber. Tinchlikmi? Ada, ertaga ham kunni birga o'tkazaylik. Mayli. Ishingdan gap deb qolmaydimi? Yo'q. Tegmaydi. Mayli. Ertaga ham, ha? Xo'p. Ertaga ham.
Ertaga ham.